Qaymoq bodom ko'chatimiz. Bodomimiz 9-yil ketayotgan ikkiligini. Oq qaymoq deydi buni. Mevaları mana uch. Bu erta gulladigan bodom mana. Men bilan ko'rishingiz mumkin. Shu uchlarni ham qo'yib uch. Ko'pchilik erta gulladigan bodom mevani yaxshi ushlamadi deb murojaat qiladi. Yo'q, bunga ozuqani yaxshi berish kerak tagidan. Ozuqa yaxshi bo'lsa gullagan ushlab oladi gullini. Mana ko'p qilganda mana yirilib ham ketdi. Mana yirilib ketdi. Buni ishonchli ko'chatlardan yo'q, ko'padirib qo'yganmiz. Buni bargi mana katta bo'ladi, mana uzun-uzun. Buni bargidan ajratish yo'li. Namangan bo'yicha eng qimmat bodom hisoblanadi mevasi. Buni birinchi o'rinda turadi bodomning ichida. Qimmatligidan ham mazasi bo'yicha, ta'mi bo'yicha. Uchlarda ham xush ko'rgan. Erta gullagan bilan meva ushlash yaxshi buni ham. Chunki ozuqalarni vaqtida berish kerak. Tagidan ildizdan ozuqlantirgan ozuqalarni vaqtida berganmiz. Mana bu bodomimizda ham ko'rishingiz mumkin mana. Keragidan ortiq bo'lgan bu ham mana. Bitta shoxda mana 1 kilo bor o'zi.